Assalomu alaykum, Naslli Chorva obunachilari, kanalimizda mehmonlar. Hammalar sog' salomatmisizlar? Akalar, shu novvosimiz to'g'risi kecha olingan. Rahmatjon o'zidan chiqqan Jarboshidan olingan, hurmatli obunachilar. Undan tashqari mollar ko'pligi uchun hurmatli aka-ukalar, molimiz betga moslasholmayapti. Kecha enasidan ajragan, silos kepakka o'rgangan. Bunda hozir bizda sharoit yo'q. Buni alohida ajratib o'zini boqqani sharoit yo'qligi sababli bu qamish sotiladi aka-ukalar. Mana akalar, simentaldan kam joyi yo'q. Mana yelkalari ham 3 oylik buzoqcha bu akalar. Kelishgan. Qani bunday qilingchi, Qur'on. Mana aka-ukalar, ko'kraklari, yelkalari juda kelgan. Qiziqqanlar bo'lsa aka-ukalar 25.500.000 ga 50-60 kilometrgacha dastavka qilib beramiz. Sutga to'ygan buqa so'raganlar uchun, ertaga zotga yetalayman deydiganlarga tavsiya beramiz aka-ukalar. Kimdirlar qimmat deyishi mumkin. Kecha buni ham biz arzon pulga emas, qimmat pulga olib kelganmiz aka-ukalar. Endi mol puliga yarasha o'zi aytib turibdi. Sutga to'ygan, xudo xolasa. Nomer qoldiramiz, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka-ukalar, video yoqqan bo'lsa bittadan like ni bosib qo'yasizlar. Mana hamma ma'lumotlarni berdik. Xudo xolasa bir zumda tonna bo'ladigan novvos. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.